Aeroportlar mamlakat haqida birinchi taassurot uyg'otuvchi havo darvozasidir. Hozirgi kunda 7 ta yuk tashish aviakompaniyasi bor. Bu yo'lovchi tashish aviakompaniyasi alohida faoliyat yuritadi. O'zbekiston talablariga ko'ra ingliz tili va rus tilini bilish shart. Ba'zan samolyotga chiqqanda boshqa millatlar oldida uyalib qolishga ham to'g'ri keladi. Bugun Samarqand aeroportidan dunyoning barcha davlatlariga uchib chiqish imkoniyati bor. Yoqilg'idan teja olmadimi? Xodimlardan tejashni boshlaydi. Texnik ko'rikdan tejashni boshlaydi. Xodim va tashkilot o'zaro kelishilingan holda kiradi. Xizmatchilarning orasida ham o'zini tarbiyalash kerak, madaniyatini yuksaltirish kerak bo'lgan xodimlar uchraydi u har bir sohada. Aeroportlar mamlakat haqida birinchi taassurot uyg'otuvchi havo darvozasidir. Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. Albatta, aeroportlar mamlakat haqida birinchi taassurot uyg'otuvchi havo darvozasi deya bejizga e'tirof etilmaydi. Bugungi O'zbekiston aeroportlari yurtimiz haqida kelgan mehmonlarning birinchi taassurotlarini yuzaga keltiradi va qiyofasi aynan shuni belgilaydi. Quvonchli tarafi, bugun bu holat tubdan o'zgardi. Davlatimiz rahbarini uzoqni ko'zlagan siyosati aviatsiyani mamlakat iqtisodiyotining strategik sektorlaridan biriga aylantirdi. Umuman mamlakat rivojlanishda aeroportlarni, umuman mana shu avia qatnovlarni rivojlantirishni nima uchun biz strategik bir tizim sifatida qaraymiz? Bu yerda faqatgina yo'lovchi tashishga qaratilganmi? Hozir bizni nigohlarimiz yoki shu bilan birgalikda biz bugungi kundagi zamonaviy aeroportlardan yana qanday maqsadlarda ham foydalanyapmiz? Aeroportlarda faqat yo'lovchi tashishdan foydalanilmaydi. Albatta, boshqa turdagi xizmatlar ham bor. Yuk tashish, pochta va bagaj boshqa xizmatlar ham mavjud. Ammo bir narsaga e'tibor qaratishni so'rardim. Aynan o'sha boshlangan islohotlar davrida 2019 dan shu kunga qadar O'zbekistonni milliy aviaparklar hajmida, milliy aviaparkida ilgari 2 dona yuk tashish havo kemasi bo'lgan. Va 1 dona O'zbekiston, u ham bo'lsa O'zbekiston Airways yuk tashuvlarini amalga oshirgan. Biroq hozirgi kunda 7 ta yuk tashuv aviakompaniyasi bor. Bu yo'lovchi tashish aviakompaniyasi alohida faoliyat yuritadi va milliy aviaparkdagi yuk tashish havo kemalari soni 20 taga yetkazilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Yevropa va Sharqni bog'lovchi asosiy kompleks sifatida foydalanib kelinmoqda. Strategik ahamiyatiga keladigan bo'lsak, aeroportlarning strategik ahamiyati. O'zbekiston dunyodagi dengizga chiqish imkoniyatlari 2 ta mamlakat orqali amalga oshiriladigan 2 ta davlatdan biri hisoblanadi. Agar geografik joylashuvga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekiston shimoliy g'arbiy qismdan Qizilqum cho'llari bilan, shimoliy janubiy g'arbiy qismdan Qoraqum cho'llari bilan birlashtirilgan. Bizning sharqimizda esa Chanshan va Gistar tog' tizmalari birlashgan. O'zbekistonni umuman olganda oasis deb atashimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda aholini zichlik soni darajasi bo'yicha Markaziy Osiyoda O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Atrofimizdagi mamlakatlar birontasi aholining zichlik darajasi O'zbekistonnikiga teng kelmaydi. Va albatta mamlakatning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga ham juda katta ulkan hissa qo'shadi. Men bir qo'shimcha qilgan bo'lardim. Marhamat. Shu albatta mana ta'kidlab o'tganingizdek, aeroportlar bugungi kunda nafaqat yo'lovchi yuk tashish, balki mamlakatning to'g'ridan to'g'ri investitsion jozibadorligiga, mamlakat haqidagi turistik tasarrufga va bundan tashqari yana umumiy mamlakatning texnologik rivojlanish jihatiga nisbatan o'z aksini ham ko'rsatadi. Bu aks albatta to'g'ridan to'g'ri shu bizga tashrif buyurayotgan turistlarimiz, investorlarimiz, turli xil biznes va siyosiy forumlar ishtirokchilari, turli xil yirik davlat tadbirlari doirasida bu o'z aksini ko'rsatadi. Shu jihatdan mana yuqorida o'z tomonidan ta'kidlab o'tganingizdek, chuqur raqamlashtirish o'zimiz oldimizga maqsad qilib belgilaganmiz. Yana qo'shimcha jihati o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, buni logistika, ya'ni umumiy logistika hublari xizmatlari. Bu degani yo'lovchi, yuk va shu kabi tashuv masalalarini to'g'ridan to'g'ri turli davlatlar orasida hub vazifasini bajaruvchi takomillashtirilgan xizmatlari bilan ham o'z natijasini ko'rsatadi aeroportlar.
Albatta, shu o'rinda savol tug'iladi. Mana bugungi kunda ko'pchilik shunaqa fikrdada, masalan, davlat aviakompaniyalaridan chiqqan samolyotlar yoki muddati o'tgan yoki uzoq yillar ishlagan samolyotlarni xususiy aviakompaniyalar xarid qilishyapti va ular ishlatishyapti degan fikr shakllanyapti-da. Bugungi kunda aytingchi, mana biz uchayotgan havo kemalarini texnik jihatdan uni xavfsizligi bu tekshiriladimi? Masalan, nazorat inspeksiyasi yoki qandaydir bir tashkilot, qandaydir bir yillar mobaynida unga uchish uchun ruxsatnomasini, ya'ni o'sha muhrini qo'yib beradigan tashkilot bormi? Chunki oddiy iste'molchi sifatida bu menimcha hammamizga qiziq. Sizga buni men O'zbekistonning milliy qonunchiligimiz, xalqaro normalar asosida javob beraman. Chunki fuqaro aviatsiyasi sohasida aviatsiyadagi O'zbekistonning milliy qonunchilik xodimlarga oylik to'lash va korxonaning xo'jalik faoliyatini yuritish uchun ishlatiladi. Aviatsiyadagi boshqa barcha jarayonlar, u aviachipta sotuvi bormi, yo'lovchini ro'yxatdan o'tkazish bormi, havo kemasini dvigatelini ishga tushirishdan boshlab qolgan jarayonlar hammasi xalqaro normalar bilan tartibga solinadi. Ya'ni O'zbekiston milliy qonunchiligi bu joyda ishlamaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Fuqaro aviatsiyasi sohasida butun dunyoni fuqaro aviatsiyasini tartibga soluvchi, parvozda xavfsizlikni ta'minlanishini tartibga soluvchi yagona standartlar ishlab chiquvchi yagona tashkilot bor. Bu ICAO deyiladi, ya'ni Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining huzurida joylashgan. Bu tashkilot ishlab chiqaradigan standartlar, reglamentlar asosida O'zbekistonda albatta havo kemalarini parvozga xavfsizlik yaroqliligi doimiy ravishda tekshirib boriladi. Masalan, siz avtotransportga o'tirganingizdan keyin bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga borgandan keyin mashinangizdan tushib uyingizga kirib ketadigan bo'lsangiz, qaytgandan keyin tushishni davom ettiradigan bo'lsangiz, bor yo'g'i 6000 kilometr yoki 7000 kilometr moyni almashtiradigan bo'lsangiz, havo kemasi unaqa ish qilinmaydi. Havo kemasida har bitta parvozdan keyin amalga oshiriladigan tranzit chek, har 24 soatdan 36 soat ichida amalga oshiriladigan daily check, har 6 kun bilan 8 kun oralida amalga oshiriladigan weekly check, har 750 soatda amalga oshiriladigan e-check, har 3500-3000 soat ichida amalga oshiriladigan C-check turdagi xizmatlari mavjud. Shu sababli parvozlar xavfsizligiga men sizni qo'rqmasdan sohani hozirgi kundagi ham rahbar sifatida ham uzoq yillar davomida havo kemalarida siz aytgan aynan ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan mutaxassis sifatida men sizni qo'rqmasdan ayta olamanki, O'zbekistondagi hamma havo kemalari 100% to'liq parvozlar xavfsizligi talablariga javob beradi. Yana bir narsaga e'tibor qaratishlarni so'ragan bo'lardim. Markaziy Osiyo mamlakatlari, MDH mamlakatlarini aytamiz. MDH mamlakatlari Markaziy Osiyo mamlakatlarining ichida O'zbekiston aynan o'sha ICAOning parvozlar xavfsizligi bo'yicha yoki aviatsiya xavfsizligi bo'yicha qora ro'yxatga kiritilmagan yagona mamlakat hisoblanadi. Hamma qo'shni mamlakatlarimiz ana shu qora ro'yxatga bir martadan kirib chiqqan, lekin O'zbekiston hozirgi kunda xudoga shukr ko'z temasdan maksimal harakat qilib mutaxassislarim olib boryapti va bu yo'nalishdagi mutaxassislar men sizga qo'rqmasdan aytib bera olaman, aynan professional mutaxassislar ekanligini. O'zbekiston MDH mamlakatlari ichida birinchi bo'lib Airbus Boeing havo kemalarini ekspluatatsiyasini yo'lga qo'yish bilan bir qatorda Rossiyada, Ukrainada va Qozog'istonda aynan o'sha Airbus Boeing havo kemalariga xizmat ko'rsatish markazlarini ochgan aynan o'zbeklar ekanligini men sizga qo'rqmasdan ayta olaman. Bu yerda bizning mutaxassislarimiz borib ochib kelgan o'sha narsalar. Rahmat. Juda ko'plab savollarga oydinlik kiritingiz javobingiz bilan. Hozir mana shu sohadagi jarayonlar, amalga oshirilayotgan ishlar haqida mutaxassislardan eshityapmiz. Shu aviatsiyadan, umuman aviakompaniyalardan foydalanadigan fuqarolarni ham fikrlari biz uchun juda ham qiziq va shu sababdan juda ko'p parvoz qiladigan bizning sevimli san'atkorlarimizdan biri Sobirjon Mo'minovni ham taklif etganmiz. Bugungi kunda ham O'zbekistonda ham Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilib kelyapsiz, oilaviy ravishda u yerda ham faoliyat olib boryapsiz, bu yerda ham va bilamizki, eng uzoq uchadigan bir mamlakatlardan biri albatta Amerika Qo'shma Shtatlari. Umuman avvalgi holat bilan bugungi holatni solishtirganda nimalar o'zgardi? Men qo'shimcha qilaman. Assalomu alaykum. Airbus Boeing degan samolyot aynan Amerikaga uchadi ko'proq va bugun aytilgan gaplarni yaqqol o'sha real hayotdagi sinovchisi ham, uchuvchisi ham, iste'molchisi ham o'zingiz bo'lar ekansiz. Yo'lovchisi albatta. Marhamat. Assalomu alaykum. Aviakompaniyamizni masalan hozir oldingi payti bilan hozirgi paytini solishtiraman deydigan bo'lsangiz, yer bilan osmoncha deymiz, shunaqa farqi bor. Chunki juda ham ko'p joylarga uchamiz. Endi avvaldan shu yoshligimizdan san'at sohasida bo'lganimiz uchun mana shu kasb tufayli gastrol safarlariga, konsert safarlariga, uyimizga har xil tadbirlar tufayli juda ko'p uchishga to'g'ri keladi. Ba'zan samolyotga chiqqanda boshqa millatlar oldida uyalib qolishga ham to'g'ri keladi, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri, bor bunaqasi. O'zimizni o'sha to uchish manzilimizga yetgunga qadar samolyotning odoblari bor-da, o'zini qonun qoidalari bor. Qaysi klassda uchsangiz ham, biznes klassda uchsangiz ham, ekonom klassda uchsangiz ham farqi bor. Ba'zan bolalar bilan chiqqanda, o'sha o'zimiz o'tirganda, oilamiz bilan chiqqanda tartib saqlashni juda anaqasiga keltirishimiz kerak. Ba'zan xijolatchilik bor. Bizni uchuvchilarda ham anaqamizda aybimiz bor-da, masalan mijozlarda, o'sha yo'lovchilarda ham aybimiz bor. Tozalikka e'tibor berishda, masalan o'sha stewardessalar deymiz va o'sha bort kuzatuvchilarini
qilayotgan xizmatlarini yaxshi baholashimiz kerak. Chunki men o'zim ham xalqqa xizmatda bo'lganim uchun 300 ta odamga 18 soat, 14 soat, 12 soat xizmat qilish, navbatma-navbat havoda, osmonda o'ziga xos mashaqqatlar talab qiladi. Ularni ustidan sen qilishing kerak yoki bo'lmasam seni vazifang degan nazarda qarashimiz albatta xato. Lekin milliy mahalliy avialiniyalarimiz, ya'ni hozir bunga masalan davlatnikini aytayotganim yo'q. Masalan xususiy sektorga. Bugun xususiy sektor ham bu sohada juda ham jadal rivojlanyapti. Bugun avvallari aytganlaridek faqat biz O'zbekiston havo yo'llarini biladigan bo'lsak, hozir buni yoniga xususiy aviakompaniyalar liniyalari juda ham ko'p qo'shildi. Bu qulayliklar yaratilyapti. Lekin bir xil holatlarda ozgina ko'ngil xiralik holatlari bo'lyapti. Endi albatta bo'ladi, chunki bu xizmat bo'lganligi uchun 5 qo'l baravar emas, xizmatchilarning orasida ham o'zini tarbiyalash kerak, madaniyatini yuksaltirish kerak bo'lgan xodimlar uchraydi u har bir sohada. Madaniyat sohasida deysizmi, o'sha aeroport sohalarida ham deysizmi, masalan, o'sha sohaga kirgan, o'qigan, kirib qolgan kimdir orqali bo'lishi mumkin yoki o'zini kuchi bilan kirganmi, qanaqadir bo'ladi. Lekin insonning ma'naviyati, madaniyati saviyasi u har bir insonning o'zini shaxsiy anaqasida. Ba'zan xuddi shunaqangi samolyotlarga chiqqaningizda, ichida misol o'sha uchuvchi mijoz sifatida ketayotgan paytingizda, yo'lovchi sifatida ketayotganingizda qo'pol muomalalik yoki bo'lmasa muomala madaniyati yo'q. Umuman shu haligi saviyasi boshqacharoq, qo'pol odamlarga ham duch kelasiz yoki bo'lmasa bir narsa so'rasangiz malol keladi yoki ters gapirishi mumkin. Endi bunaqa narsalar uchrab turadi. Avvalambor shu ta'kidlab o'tish lozim. Ushbu sohada davlat rahbari tomonidan juda katta islohotlar qilinyapti. Birinchi islohot shu aeroportda aviakompaniyadan ajratilgani 2018-yil yakunida tegishli qaror qabul qilindi va farmon qabul qilindi. Oldin hamma aeroportlar aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llariga tegishli hisoblanardi va endi u havo yo'llari kompaniyasi asosan yo'lovchi yuk tashish bilan shug'ullanganligi uchun to'g'ri aeroportga ham e'tibor berishadi, lekin aksariyat e'tibor havo kemalarining parkiga qaratilardi. Aeroport bu infratuzilma sifatida juda katta e'tiborga talab paydo bo'lgan va mana islohot natijasida 2018-yil farmon qabul qildilar va aeroport alohida boshqaruvga ajratildi. Bundan tashqari qayd etish lozim, 2024-yilda yana bitta qaror qabul qildilar. Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish loyihalari bo'yicha va aeroportlarda ham ushbu loyihalar juda ham muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Birinchi bu loyiha Samarqand xalqaro aeroportida amalga oshirildi. Bu 22-yil amalga oshirildi va o'zini juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Qisqa muddatda yo'lovchilar soni 2 barobarga oshdi. Samarqand xalqaro aeroporti orqali tashilgan. Undan keyin bu muvaffaqiyatni ko'rgandan keyin shu tashabbus qilindi. Boshqa aeroportlarda ham xususiy sektorni jalb qilish. Samarqand misolda oladigan bo'lsak, Samarqand xususiy sherikligi boshqaruvga berildi. Bu qanday natija beryapti? Shu aytib o'tganimdek, yo'lovchi oqimi berilgan paytida 500 ming atrofida edi. 500 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir 1,5 milliondan 3 barobarga oshdi. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich, xususan mana o'zimiz real hayotda ko'rayotganimizdan aytishimiz ham mumkin. Bugun Samarqand aeroportidan dunyoning barcha davlatlariga uchib chiqish imkoniyati bor. Avvallari masalan markazlashgan holda oldin Toshkentga kelib, Toshkent orqali uchib chiqib ketilardi xalqaro aeroportdan, lekin bugun qo'rqmasdan ayta olamizki, Samarqanddan ham o'sha siz xohlagan davlatga, demak, avia qatnovlar qo'yilgan, bemalol uchib ketish mumkin. Savol bermoqchi edim, hech qiziqqanmisiz masalan o'sha bort provodnitsa deymiz yoki stewardessa deymiz yoki steward deymiz. Umuman ular qayerda tayyorlanadi? Bugun hozir ular haqida ham gapirdik-ku, lekin ularga qanday talablar qo'yiladi? Qandaydir maktabi bormi yoki uchuvchilik deydigan bo'lsak, sabab bir narsani e'tirof etish kerak. Men o'zim iste'molchi, ko'p uchgan odam sifatida aytishim mumkin. Bizani uchuvchilarimizga qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Qancha qayerga uchgan bo'lsam, ko'tarilishda ham, qo'nishda ham qoyil. Chunki boshqa aviakompaniya qarshi chalganman, chalaman ham. Bu faqat bizani uchuvchilarda, bizani aviakompaniyada bor. Qo'nishi bilan qarshi chalish. Chet elda yo'q ekan bu narsa. Kam ekan, unaqa har doim qilinmas ekan. Faqat o'zbeklar chaladi u yerdan. Juda ko'p qarshi chalishadi. Lekin uchuvchilarimizga gap yo'q. Lekin masalan, bular qayerda tayyorlanadi? Mart oyida Iroda Mamadaliyeva prezidentimizga mana shu onlayn akademiyamizni offlayn qilib ochishni taklifini bildirgan. Chunki Aeropost Academy oldindan
onlayn darslar bo'lgan, lekin buni kengaytirish tariqasida yana juda ham ko'pchilik bu sohaga qiziqadi, yoshlarimiz, iqtidorli yoshlarimiz ko'p. Ularni ish bilan ta'minlash maqsadida Shu akademiyani offlayn tarzda ochish taklifini berdi. Albatta, aviatsiya sohasida malakali kadrlarni tayyorlashda bu juda ham muhim. O'sha bort kuzatuvchilari. U yerda demak 1 oy davomida ta'lim beriladi. Bu ta'limdan so'ng bemalol aeroportlarda faoliyat olib borish imkoniyati bormi? O'qish davomida qanday suhbatdan o'tish haqida o'rgatiladi darslarda. Suhbatdan o'tgandan keyin, aviakompaniyalar suhbatdan o'tgandan keyin bemalol ishlab, yana o'quv mashg'ulotlaridan keyin ishlash mumkin. Fuqaro aviatsiyasi sohasida yagona standartlarni implementatsiya qiluvchi, ishlab chiquvchi va tartibga soluvchi, butun dunyoni aviatsiyasi tartibga soluvchi yagona organ bor. Uni nomi ICAO. ICAOni mana bizada Chicago konvensiyasi, O'zbekiston 17 ta xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan. Ratifikatsiya qilish bilan bir qatorda xalqaro shartnomalar bo'yicha bir qator majburiyatlarni bo'yniga olgan. O'sha majburiyatlarning bittasi hozir siz bergan savol bilan aloqador, ya'ni kadrlarni tayyorlash masalasi. Bularga aytayotgan narsasi bu podkurs o'sha o'quvchilik uchuvchi stюардessalikka o'qishga kirish uchun, imtihonlardan o'tish uchun, shu bilan bir qatorda intervyularni qanaqa topshirish uchun yo'naltiriladigan podkurs, uni sertifikatini o'zlari berishadi. Tayyorlov kursi. Podkurs bu boshqa narsa. O'qish bu boshqa narsa, ikkalovi ikki xil narsa. Albatta, xuddi repetitorga borgandek Xuddi shunday. Bu ikkalovi ikki xil narsa. U davlatimiz rahbarida yoshlarni yig'ib bildirilgan fikrlar jarayonida singlimizda intervyularni eshitdik, ko'rdik. Juda ham xursand bo'ldik. Bunaqa kadrlar yoshlarimizda mana bu umid ishonchini, umid quvonchini paydo qiladigan va ko'zlarga olov yoqadigan kadrlar borligidan biz xursandmiz. Chunki sohaga yo'naltirilgan ana shunday kadrlar ham kerak. Lekin undan keyingi bosqich bor. Bu litsenziyani o'qishda o'sha universitet deymizmi yoki kollej deymizmi, aynan o'sha sertifikatsiyadan o'tgan va O'zaviatsiya agentligi tomonidan kerakli o'sha o'quv muassasasi, ya'ni o'ta deyiladi bu narsa, approved training organization, o'sha atoni olish shart etib belgilangan. Hozirgi kunda O'zbekiston Airways Training Center o'zidagi 2 yillik tashkil etilgan kichkina maxsus uchuvchilarni tayyorlash kursida bugungi kunga qadar 47 ta uchuvchi talaba o'qishni tamomlab shturvalga o'tirdi va hozirgi kunda parvozlarni amalga oshirmoqda. Hozir jami 452 ta talaba uchuvchilikka tahsil olmay qolmoqda. Shulardan 32 tasi Sloveniyada Egmont akademiyasida bugungi kunda, 13 tasi Janubiy Koreya kosmik universitetida, mana avgust oyida yana 26 ta talabamiz uchib ketish kutilyapti. Gulshada, men sizga savol bermoqchiman. Bu akademiya juda ham kerakli. Chunki bilamizki, styuardessalardan yoki bort kuzatuvchilardan qanday kirish mumkin, aeroportga ishga, qanday qilib imtihonlar topshiradigan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Xo'p, o'zingiz bugungi kunda styuardessalikda faoliyat olib borasiz, to'g'rimi? Shunday. Xorijga ham uchasizmi? Endi xudo xolasa uchayotganimga 1 oy bo'ldi. Yaqinda boshladim o'zim ham. Undan qanday talablar qo'yilgan siz ishga kirayotganingizda? Birinchi talaba til bilish va bo'yni vazni to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. O'zbekiston talablariga ko'ra ingliz tili va rus tilini bilish shart. Bo'yi vazni qancha bo'lishi kerak? Yoshicha? O'zbekiston havo yo'llarida 1.62, lekin boshqa xususiy aviakompaniyalari bor. Hozirda ularga 1.57 dan qabul qilinadi. Ya'ni imkoniyatlar ko'p. Vazn ham inobatga olinadi? Vazn ham albatta inobatga olinadi, ya'ni o'sha tana massasiga qarab ideal bo'lish kerak. Yoshchi? Yosh chegarasi hozirda havo yo'llarida 18 yoshdan 24-25 yoshgacha, ayollarga boshqa kompaniyalarda 18 yoshdan 30 yoshgacha bor. Albatta, bugun ichki turizm degan so'z bu oddiy so'z emas, balki real hayotdagi har bir inson foydalana oladigan imkoniyat sifatida yaratildi. Bugun xohlagan inson o'zini o'sha ID kartasi bilan ichki turizm sohasida aviachiptani sotib olishi va bemalol uchib ketishi mumkin. Aynan bugungi kunda ichki turizmni ham o'ziga qo'ygan, ya'ni aviaqatnovlar borasida davlat aynan shu soha vakillariga qo'ygan talablari bormi? Umuman istiqboldagi rejalar qanday? Albatta, juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Umuman mana shu aeroportlar infratuzilmasini rivojlantirish, aviatsiya sohasidagi islohotlardan ko'zlangan yagona maqsad bu, demak, aholiga eng qulay bo'lgan transport vositasi o'laroq ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yangi bosqichga ko'tarishdan iborat maqsad qilingan. Va bugungi kundagi mana shu sohada olib borilgan so'nggi yillardagi islohotlarning samarasi nimada bo'ldiki, tasavvur qiling, oldinlari boya siz o'zingiz bir orada aytib o'tdingiz, uchish imkoniyati bo'lgan shaxslar uchmoqchi bo'ladigan bo'lsa xalqaro yo'nalishda albatta Toshkentga kelish lozim bo'lardi va Toshkent xalqaro aeroporti orqali keyingi qatnovlarni bajarish kerak edi. Bugungi kunda biz o'sha hududlarda, viloyat markazlarida joylashgan aeroportlarimiz orqali xorijiy davlatlarga qatnovlar
qo'yildi va bu qatnovlar soni yildan yilga oshib boryapti. Va yana bir muhim jihati, Jamoliddin akam o'sha so'zini boshida aytib o'tdi, sohadagi o'sha nafaqat viloyat markazlaridagi aeroportlarimizni, balki kichik hududlardagi mintaqaviy aeroportlarimizni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Buni natijasi o'laroq boya aytib o'tgandek Mo'ynoq, So'x, Zomin, Shahrisabz aeroportlari bugungi kunda to'liq foydalanishga topshirilib, u yerga qatnovlar yo'lga qo'yildi. Bu esa siz aytganingizdek o'sha boyagi ichki turizmni rivojlantirishga, bevosita aholini mana shu yerlarga to'g'ridan-to'g'ri qatnovlarni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etyapti. Rahmat sizga. Marhamat, savolingiz. Maqsad Jasur, litsenziya berilyapti, aviakompaniyalar ko'payyapti. Narx birinchi o'rinda, misol uchun Buxoroga deylik, 800 ming, 700 ming bo'lgan narx bir xil narxda turibdi-da, lekin nimaga ozgina vaqt o'tgandan keyin 1 million 300, 1 million 400 ga ko'tarilib ketyapti? Sabab boshida yoqilg'i bir xil bo'lsa, lekin narx nimaga ko'tarilyapti? Sababini shuni bilmoqchiman. Birinchidan, tarifni politika degan tushuncha bor. Bu ham boya to'xtalib o'tganda o'sha xalqaro tashkilot Econ Doc 92 xalqaro standarti bor. Ya'ni aeroport, aeronavigatsiya tariflari, undan keyin aviakompaniyalar o'zlariga berilgan IATAning tarifni regulyatsiyasi bor. U ham Doc 92 belgilanadi. O'ta nima deyiladi? Aviatsiyada klasslar bor, belgilangan. Misol uchun biznes klassi o'zida C klass bor, ya'ni Charlie deyiladi, D klass bor, Delta deyiladi, E klass bor, India deyiladi, E klass bor, Eka deyiladi. Qolgan klasslarda hammasi iqtisodiy klassga o'tkazilgan va u yerda eng arzon klass L klass deyiladi. Bilet narxi ko'tarib yuborilishi yana bitta sabab bor. Bilet narxini ko'tarilishi yoki tushishi xalqaro bozordagi aviaqolin tannarxiga ham bog'liq. O'zbekistonda o'zidagi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Buxoro neftni qayta ishlash zavodi, JTL O'zbekistonni to'liq talabini qoplab berish imkoniyatiga ega emas. Biz qariyb 65-68% aviaqolin chet eldan import qilib olib kelamiz. Import qilib olib kelish bilan bir qatorda biz qo'shni mamlakatlardan $250-300 qimmatroq sotishga majbur bo'lamiz. Aynan o'sha aviaqolin qolgan aviakompaniyalarga. Nimaga? Chunki ularni xuddi o'sha narxda olib kelinadi. Transport xarajati bor, saqlash xarajati bor, boshqa turdagi xarajatlar bor, soliqlari bor undan tashqari. Aynan o'shalar evaziga tannarx keskin ko'tarilib ketib qoladi bu joyda. Shunga qaramasdan fuqarolarga imkoniyatlar yaratish, yengilliklar yaratish maqsadida bayram kunlari, hayit, Ramazon, Qurbon hayit kunlari yoki kompaniyaning mana bu kurul datalar deyiladi. Bayram o'zlarini yubiley kunlarida, Yangi yil mavsumlarida yoki mustaqilliklarda, Navro'zga chegirmalar beriladi. Matkarim, siz juda ham ko'p uchadigan odamsiz-da. Mana dunyoda hozir qaraylik, mana ustoz aytdilar, yil boshidan o'zgarishlar, hali prognoz qilib bo'lmaydigan, umuman forecast qilib bo'lmaydi. Yil oxirida yoqilg'i holati, narxi qanaqa bo'ladi? Birgina o'sha aprel oyi o'zida e'tibor berib turasizlar, 40% ga narx ko'tarilib ketdi. To'g'ri. Yoqilg'ini dunyodagi 40% ga narx ko'tarilgani faqat O'zbekistonga emas, butun dunyo tashviga ta'sir qiladi. Va aviatsiya o'zi ishlab topmoqchi bo'lgan pulni topa olmaydi va zanjir reaksiyasi ketadi. Mana ustozlarimiz biladi. Yoqilg'idan, demak, teja olmadimi? Ketdi bu yog'iga xodimlardan tejashni boshlaydi. Texnik ko'rikdan tejashni boshlaydi. Cateringdan tejashni boshlaydi. Ta'limida men aytib o'tdim, $68 ming dan $190 ming gacha. Kichkina summa emas bu. Bir talabani o'qitish bittasi. Long termga berilyapti strategiyada. O'sha strategiyalar o'zgarib ketadi. 10 yil emas, 15 yilga, 20 yilga. Hozirgi avlodlar o'zgaruvi, mana biz xodimlar boshqaruvi, xodimlar tayinlovi bilan ishlaymiz, kompaniyalarga xizmat ko'rsatamiz. Z avloddan uchuvchi bo'lasanmi deb so'rasa, yo'q deydi. Nimaga? Berayotgan menga qiymatini stressga nisbatan balandligi hisobiga tinchgina boshqa ishimmi? Lekin bu bizdan bir tomondan fojiamiz. Chunki bizga istiqbolli personallar juda muhim. To'g'ri. Va mana hozir ustoz aytayapti, qo'llab-quvvatlanyapti, to'g'ri. Lekin men masalani sal boshqacha tomonga burmoqchiman-da. O'zimni keysimni bizga kelib murojaat etdi bitta styuardessa qiz. Aviakompaniyada styuardessalargacha bo'lgan muddat bo'ladi. O'sha muddatda bular o'qishidan keyingi parvozga tayyorgarligi va parvozga kirishi, parvozda uchishi degan narsalar bo'ladi. Parvozda uchishi boshlagandan keyin ham bularga oldindan kelishilgan oylik summasi chiqmasligi mumkin. Chunki to'g'ri tushunish kerak, kompaniya bularni o'qishiga, demak, kirim chiqarligi investitsiya kiritdi va ular oldin kichkina masofaga mahalliy ko'rinishda mahalliy reyslarga uchganda kompaniyaga uncha pul qolmaydi. Ochiqchasiga tan olish kerak. Chunki masofa va ma'lum bir muddat o'tganidan keyin styuardessalarga normal o'sha oyliklari chiqishni boshlaydi. Ungacha juda ko'p styuardessalar qiynaladi. Men iltimos qilmoqchiman. Ayniqsa bozordagi xususiy aviakompaniyalar styuardessalarni o'qitib olsizlarmi? Demak, mana
bizani uchuvchilarga investitsiya kirityapti. Ma'lum bir 10 yilga men sen bilan shartnoma qilaman, lekin bugun mana shu shartlarni bajarib biza bilan bo'lasan. Lekin styuardessalarga ham e'tibor berish kerak. Qizlar o'zi bo'lmaydi. Mana bunaqa holatga kelishini o'zi kechirasiz-ku. Masalan, yigit kishiga tashqi ko'rinishini epaqaga keltirish uchun unchalik katta sarmoya kerak emas, lekin qizlar bunaqa holatga kelish uchun uzru mayli formasini olib beryapti. Lekin buni salomatligi, buni jismoniy faol bo'lish uchun fitness trening masalasini kim ko'taryapti masalan? Qaysi aviakompaniya o'zini xodimlarini fitness bilan shug'ullanishiga investitsiya kirityapti? Bu hamma narsa. Agar salonda nimadir bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bering, styuardessalarni O'zbekiston miqyosida gapiramiz, aksariyati ayollar. Bular qanaqa bo'lishi kerak? Chunki e'tibor berib turinglar, bo'yini aytyapti, vaznini aytyapti. Samolyotda haligi ozgina bir muomalasi o'zgarib qolsa, ziddiyatga kelishib qolsa, kim uni joyiga qo'yadi? Pilot hech qachon o'zini joyini tashlab turib ichkariga kirmaydi. Bular ham psixolog, ham fitness trener, ham kuchli inson o'zi emas. Shuning uchun meni iltimosim bo'ladi, aviakompaniyalar styuardessalarimizni boshlang'ich startiga e'tibor beringlar. Albatta, juda o'rinli savol ko'tardilar, e'tirozlar o'rinli, lekin bir narsaga ahamiyat berishimizni umumjihatdan men xohlar edimda. Bu bizani o'zimizni ishga kirayotgan davrimizdagi savodxonligimiz. Biz ishga kirgan taqdirimizda shartnomaviy munosabatga kirishyapmiz bugungi kunda. Ushbu shartnomaviy munosabatga xodim va tashkilot o'zaro kelishilingan holda kiradi. Xodim ushbu shartnomaviy munosabatga kirishayotgan taqdirda ushbu tashkilotni xodimni himoya qiluvchi, ya'ni o'zini o'sha profsoyuzi bo'ladi. Eski nomi bilan aytganda kasaba uyushmalari. Ana ushbu kasaba uyushmasi orqali tegishli tartibda o'zini shartnomaviy munosabatini ham fuqarolik jihatidan, ijtimoiy jihatidan, yuridik jihatidan korrekt qilishga hech kim bunga taqiq qo'ymaydi. Ana bu degani ishga kirayotgan shaxslarni o'zlariga nisbatan nima deymiz, e'tiborlari yuqoriroq bo'lishi kerak. Oldida mana ish desa, bo'ldi, men aytgan ishingni luboyni qilaman deb, ber menga hujjatni imzolayman, menga faqat tez ishni ber deyish kerak emas-da. Chunki har bir mehnat bozoridagi mehnat kuchiga ega shaxs o'zini baholab olish kerak avvalambor. O'zini bahosini bilgan shaxs shartnomaviy munosabatga kirayotganda eng kamida o'sha o'zini baholanishini ta'minlaydi. Demak, mana shu belgilangan alohida oylik yo'q, mana masalan uni boshida shartnomaga qo'l qo'yayotgan payti kelishuv asosida kelishsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, u ham mumkin. Albatta. Malakasiga qarab ham oylik to'lash styuardessalardan shu narsani eshitganmanki, qancha malakasi oshgan sari uni o'sha daromad ham oshib boradi. Bugun aeroport sohasida, aviatsiya sohasidagi qilingan ishlardan bahramand bo'ldik va juda katta ishlar qilinganligiga guvoh bo'ldik. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham xursand va endi bemalol ko'nglingizni xotirjam qilib samolyotlarda uchishingiz mumkin. Albatta ayta olamizki, bugun mana shu aviaqatnovlarning rivojlanishi, mana shu aeroport tizimining rivojlanishi bu mamlakat uchun ham strategik, ham iqtisodiy rivojlanish uchun eng asosiy va to'g'ri yo'l hisoblanar ekan. Shunday ekan azizlar, eng avvalo bu tizimni ham shakllanishi, rivojlanishi va uni bundan-da chiroyli boshqa bir o'zgacha ko'rkam ko'rinishga ega bo'lishida bizni ham qo'llab-quvvatlovimiz darkor edi. Shunday ekan, ko'rsatuvimiz davomida aytilgan yana bir fikrlardan biri eng avvalo islohotni o'zimizdan va uchuvchi madaniyatini shakllantirishdan boshlaylik. Albatta, siz Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Biz siz bilan ertaga roppa-rosa 16:00 da Sevimli telekanali orqali yana ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Xayr.